إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم qarindoshlar. Biz bugun Qur'oni Karimning grammatikalik tahlili darsimizning 17 darsini o'qiymiz. 17 darsimizda Sura Baqaraning 61-oyatining grammatikalik tahlillerini ko'rib o'tamiz. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله سبحانه وتعالى Sura Baqaraning 61-oyatida mundaq deydi: Öz vaqtida sizlar shuncha ne'matlar bilan rizqlanib turib, ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab tura olmaymiz. Sen biz uchun Rabbingga duo qilgin, bizga zaminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsaq, yesumuq va piyozlarni o'stirib bersin degan edinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar. Yana piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bo'dinidan ortiq ko'ramsizlar. Undaqda sizlar shaharga kiringlar, shu yerda tilgininglar bar dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nahaq o'ldirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu yana haddidan eshib Allohga osiylik qilganliklari tufaylidan bo'ldi dedi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu oyat-i karimda bizga mushu Yahudilarningki, yine Musa alayhissalomning davridagi Banu Isroilning bir bo'lib qilmishlarini, ishfaoliyatlarini bayon qilib beryapti. Endi bu oyat-i karimningki biz so'zlik nuqtasidan qaraydigan bo'lsak, bu oyat-i karimda lan nasbirada sabri so'zi kelgan. Endi sabri bu nima degan bo'ldi desa, habsun nafs ala shay. O'zini bir narsaga to'xtatish, o'zini bir narsaning ustida to'xtatish degan bir ma'noni ifodalaydi. Ya'ni to'xtatish degan ma'noni. Va uning qatoridan yine as-sabru anil ma'asi deymiz. Ma'siyatdan to'xtash degan bir ma'nosi bor. Jinoyat o'tkazishdan to'xtash o'zimiz sabr deb ataladi. Va shundaqlar Allohga itoat qilishlarning taat ibodatlarda sabr qilish, ya'ni taat ibodatlar ustida o'zini to'xtatish. Ma'siyatlardan o'zini to'xtatish kerak, taat ibodatlarni qilish jarayonida kelgan mushaqqatlarga sabr qilish deganga o'xshash ma'nolarni ifodalaydi. Endi ala ta'amu vahidu ta'am degan nima desa, bu oyat-i karimda bo'lgan maqsad ta'amdan sahroda, cho'lda ular rizqlangan taranjibin bilan bo'dini maqsad qilinadi bundan. Mannisalva, yani taranjibin bilan bo'dini maqsad ma'yadagi ta'amdan bo'lgan murod. Endi fad'u lana robbaka degan-chu desa, fad'u lana robbak degan, yani salhu, yani sen al Rabbingdan Allah Taolaga duo qilish bilan shu Allohdan biz uchun so'g'in degan ma'noda. Salhu degan ma'noda. Sal degan ma'noda, o'du degan-chu. Endi baqla degan-chu desa, baqla odatda zamindan unadigan insonlar va hayvonotlar yeydigan har xil yeshillikni, yeshil ko'ktatlarni, mushunda yeshil o'simliklarni ko'rsatib turadi baqlasida. Endi qissa degan xiyar, tarxamak degan ma'noni bildiradi, ammo fum, cho'disa fumi harga fum odatda hintat bug'doynimi fum deb ataydi va har xil yeydigan donliq shunda ochliqlarni dallarni fum deb ataydi. Yoki shundaqla fum, ya'ni savm degan ma'nosi bor, ya'ni samsaq degan ma'noda ham ishlatiladi.
Endi Misrcho desa belki Misrdan bir shahar maqsad qilinadi. Maskana bir xil muhtojlik, faqirlik, yo'qsullik degan ma'noni ko'rsatib turadi. Ba'u degan bu yerda raja'u degan ma'noda. Endi adna huwa adna dedik. Yani nachar deb tarjima qilindi oyat karimda. Adnada uch xil qarash bor. Adna zodi asli nimadan kelib chiqqan, qaysi so'zdan kelib chiqqan adna desa, buning asli adnavu dunuvidan chiqqan, ya'ni yaqin degan ma'noni bildirilgan. Adnavu deganda eng yaqin degan ma'noda. Nima yaqin desa, dunuvi ma'nosidan bo'lganda ikki xil ehtimollik bo'ladi. Biri u Musa alayhisolamning qavmining talab qilgan narsalari uning qimmatining oz bo'lishiga yaqinroq, ya'ni qimmati eng tuvallikka yaqin va uning zararlik bo'lishiga eng yaqin degan bir ma'ni bildiradi. Shu dunyo qimmati tuvan bo'lgan, dunyo eng yaqin deganga o'xshash. Ikkinchi bir ya'ni o dunuvidan chiqqanda yaqin degan ma'ni bildirganda, ya'ni sizlarga yaqin, ya'ni u şu dünyadaki aşırısıl talep kılınan zeminden östürüp biriş, zeminden çıkıdığan üsümlükler o sizlerge yakın. Çünkü o dünyada o en yakşı boğunun hilafıyla. Çünkü o yakşı boğunuğa sabır kılışıyla ahiretten onun menfaati hasıl butkan boğaçka bu noktadan adna dep ifadelengen. İkinci birisi yani şu adnanın adna'u. Adna'u dana'a sözünden çıkan, dana'a yetna'udan çıkan, dana'attan nachar degan bo'ladi. Ama kinamiz o adna deb keldi, hamisi kina desa, yengilletilish nuqtasidan hamisi tashlangan. Üçüncü bir qarash adna'udan chiqqan deb qaraydi. Adna'udan chiqsa, dunvidan, ya'ni radi nachar degan ma'noda. Yana eng oxiri yig'ib kelsak, o eng nachar, oddiy, odatga nachar narsani eng yaxshisi tegishimizlar degan ma'noda. Endi ayet-i kerimning bir icmaliygina qisqagina ma'nosi qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi 60-oyat orqali Bani Isroilga o'zining katta ne'matlarini alohida eslatgan. Va Bani Isroilni shu Alloh ato qilgan katta ne'matlarga tashakkur bildirish harakatini elib berishga nasihat qilgan va ularni "Vala ta'saw fil ardi mufsidin" deb zaminda buzg'unchilik qilishdan alohida Alloh subhanahu va taolo ularni yuqoridagi oyat-i karimda ogohlantirgan. Endi Alloh subhanahu va taolo bu oyat-i karimda va iz qultum ya Musa lan nasbira degan bu oyat-i karim bilan yana Alloh subhanahu va taolo ularning ne'matga tanganligini, ayni vaqtda ularning ne'matni inkor qilganligi, ne'matni tanganligini, ularning eng yaxshi narsani, eng isil yaxshi narsani eng tuvan narsalarga almashtirishni talab qilganligini ularga eslatib, Alloh subhanahu va taolo deydi-ki: "Ve iz qultum ya Musa" Ey Bani İsrail, sizlar sahroda tranjibin bödündün yivatkan çığınlarda Peygamberinglar Musa aleyhisselamga biz bu bödüne ve tranjibinden ibaret bir xil tamakka, bir xil yemeklikka hergiz sabır kılanmayımız. Bununla çidap bulanmayımız. Sen biz için Rabbinge bir dua kılgın, biz için Rabbinden soğun. O bizge zimin ündüp durduğun neslerden çıkırıp versin. Yine ziminden ünüdüğün müşündak neslerden çıkırıp versin. Aşındak neslerini bize tamak versin. Biz bu bödüne trencibinini ziriktik. Biz ziminden çıkıdığın açlıklarını, kök tatlarını, her xil terhemeklerini, müşündak samsak, piyazı okşaş, müşündak neslerini halayımız degan vaqtinglarni eslanlay Bani İsrail. Sizlar mushu vaqtni eslanglar deb Alloh subhanahu va taolo ularga alohida eslatkizyotdi. Yana bu vaqalik ahvol Musa alayhisolamning davrida bo'lgan bo'lsa, mushu o'zining narvillari bo'lgan, shularning avlodlari bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davridagi yahudlarga va shu yahudilarga xitob qilib Alloh subhanahu va taolo bu oyat-i karimni orqali ularning qilgan ish faoliyatlarini eslatib o'tdi. Musa alayhisalom dediki: "Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khayr." Musa alayhisalom ularga ularning bu talablarini inkor qilib
hey kuyanlı sizlarga. Sizlar nacharni nafisga isilga almashtirishni talab qilib olamizlar. Unda qilmanglar. Atastabdilun unda talab qilmanglar. Sizlar piyoz, mushunda ko'ktat, samsaqlarni taranjibin, bo'dinlarni ortiqtirib o'tamizlar. Bunda qilmanglar. Agar shunda qilamiz deydigan bo'lsanglar, yana sizning butun maqsadinglar mushu bo'lsa, mushuni almashtirish bo'lsa, sizlar undaqda shaharlardan bir shaharga kiringlarki, uni har qanday bundan narsani o'qishni har qanday bir shaharda topsalar dedi. Ondan Allah subhanahu va taolo bularning ozg'unligiga, bularning fasodchilik ilib bag'illigiga, buzg'unchiliklarga, haddidan oshishlarga, tajovuzchiliklarga va ogohlantirib dediki va duribat alayhimuz zillatu val maskan. Duribat alayhimuz zilla val maskan. Ya'ni ularga xorlik ve muhtajlık ularga layık bo'ldi. Yani xorlik ve muhtajlık ularga tushdi. Yani ularga munda tüven küreşler, xorliklar mangu hayat boyu ulardan ayrılmaydigan abdil abdi bir xorlik, muhtajlık ularga mushunda bekitib o'tildi deb Allah subhanahu va taolo mushundaq dedi. Yani duribat yani xuddi bir çedir, yani mushundaq bir gümbaz çedirlar o'zining ichidagi odamlarni qo'rishiganga o'xshash xorlik va muhtojlik ularni mana mushunda qo'rishidi deb shu yerda duriba so'zi alohida tilg'ilindi. Va ba'u bi ghadabin min Allah, ular min Allohning g'azabi bilan g'azablangan holatda, g'azab qilingan holatda qaytdilar ular. Ana ularning ashunda g'azabga loyiq bo'lishi, azobga loyiq bo'lishi ularning ana shundaq ig'ir jinoyatlarni qilganligi sabablik. Ular Allah subhanahu va taoloning oyatlarini inkor, oyatlarga kafir bo'lganligi, payg'ambarlarni haqsiz, nahaq holatda payg'ambarlarni o'ldirganlik sababli bo'ldi. Yani ana aşı bo'lsa, ularning Allohga, payg'ambarlarga osi bo'lganligi, ular mushundaq Allohning ahkomlariga qarshi chiqqanligi, tag'iylik qilganligi sababli mana bularga ashuna xorlik, muhtojlik ularga tushirgizildi. Endi oyat-i kerimning grammatikalik tahlili qarasak, va iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Ve iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin. Allah subhanahu wa taala davat ediyor ki, sizlar ey Musa biz bir xil tamoqqa sabr qilolmaymiz, chidab bo'lolmaymiz degan vaqtinglarni eslanglar degan bo'ldi. Chunki belki vav biz 5-ta deb o'tganimizdek vav huruful atba iz yana bu ism zaman vaqt ma'nosini bildiradigan sukunga mabni bo'lib urunjatda tushuntirishlar kelgan maf'ulun bih. Chunki nimishqa bu ni'mati degan uzkuru ni'matidiki ni'mati degan maf'ulun bih at bo'lganligi uchun ma'tuf ma'tuflarning hukmidan. Va iz qultumdiki qultum bu biz oldingi darsimizda qultum haqida to'xtaldik. Nimishqa qaltum bo'lmay, nimishqa qultum bo'lib qolgan yoki nimishqa qiltum bo'lmadi, nimishqa qaltum bo'lmay, nimishqa qultum deb qappash o'qilgan haqida biz oldingi darsimizda vaqt to'xtaldik. Endi şu qalib fiil mazi mabni ala sukun, sukunga mabni fa'il tum uning fa'ili bo'lib iz mudaf bu yerdagi qultum degan jumla fi'liya muzaf bilan bo'lib urunjatda kelib ishlab kelgan. Ya'ni uzkuru al-vaqt allazi qultum fihi ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid. Sila ey Musa biz bir xil tamoqqa sabr qilolmaymiz degan vaqtni eslanglar. Mushu vaqtni eslanglar sila davat. Endi ya Musa deki ya Musa deki ya adatun nida chaqirish vositasi. Ya Musa deki ya adatun chaqirish vositasi yine harfun nida Musa munada mufrad. Yani bu yerda Musa munada mufrad deganligimiz tasniy jami emas demak emas, jumla emas, yani bu yerda shibir jumla emas deganda bu mufrad degan so'z har xil ehtimolga qaratildi. Ba'zi chaqda mufrad tasniy jam'ining nimasini
qarashini ifodalasa, ba'zi chaqda bu nima emas, muzaf emas va shibi muzaf emas deganni ko'rsatib turdi. Bu yerda maqsad munada mufratdan bo'lgan maqsad Musa tasni jami emas demoqchi emas. Bu yerdagi mufratdan murod muzaf va shibil muzaf emas. Bu munada mufrat degandan maqsad mufratdan muzafma emas va shibil muzaf emas. Masalan ya Abdullah bo'lsa muzaf, ya Taliya anja bilan bo'lsa shibil muzaf degandek bundoq emas. Endi alam ismi alam mabni ala dam ala al muqaddara fi mahall nasb maf'ul bih. Ya'ni aşır bu mabni nimaga mabni desa, shu Musaning oxirida ilibni ba deb qaralgan dammiga mabni. Bo'lib urunja tushuntirishlar kelgan maf'ul bih. Endi nimishqa nasbi deysiz, urun fi mahall nasbi deysiz. O zammiga mabni tursa desa, chunki bu pashki mabni. Ammo bu ad'u unadi degan filning o'rniga vakillik qilgan harf bo'lg'achqa ya shuni maf'ul bih deymiz. Shunga ya Musa deganni bir jumla degili bo'ladi buni. Bu qanday jumla degili bo'ladi desa, fe'llik jumla degili bo'ladi. Chunki bu ad'u unadi degan filga vakillik qilib, Musa shuni maf'ul bihni hukmida bo'lg'achqa. Lan nasbira ala ta'ami wahid ki lan harfi nafiye. Yani özün kelgan fe'l muzarini bulutsiz o'zgartirish harf. Harfi nasbi özün kelgan fe'l muzarini nasb o'qituvchi tushuntirishga keltiruvchi harf. Harfi istiqbal yani özün kelgan fe'lning zamoni kelgusi zamonga o'zgartirish harf. Lan. Bu jumla grammatik qo'rin yo'q. Nasbira fe'l muzari çünkü lan orqali tushuntirishga kelgan fe'l muzari alamet nasbi el-fetha tushuntirishning alamati bu aşı nasbiratga raning ustidagi zibar shu tushuntirishning alamati bo'ladi. Endi nasbiraning fa'ili desa zamir mustatir yushin kalmash vujuban deydi. Vujub damir u nasbiraning fa'ili zamir ekan. Qanday zamir ekan? Yushurun zamir. Vujuban degani uchun oshkor kasib bo'lmaydigan zimir. Demak, buning zimiri qat'iy oshkor kelmaydigan bo'ldi. Ammo damir mustatir javozan desa, oshkor kasib bo'ldigan, yushun kasib bo'ldigan zimir degan bo'ladi. Ammo damir mustatir vujuban degan joy desa, chuqur yushun kilishi vojib bo'lgan zimir. Ya'ni sabara filning fa'ili yushun demak emasman. Nasbira, ya'ni fe'l muzari mutakallim bo'lsa, chuqum buning fa'ili yushun kilishi vojib bo'ladi. O qazi zimir desa nahnu. Nasbirada nahnu, asbirada ana degan o'xshash zimirlar chuqum yushun kilishi vojib bo'ladi. Va undan boshqa bor. Endi ala ta'amu wahid ki ala yani huruful jar ta'am majrurluk bu nasbiraning maf'ulun bi g'ayri sarih bo'ladi. Wahidin ta'amning sifati. Vahid ta'amning sifati. Yani sifatdan jihatdagi shudo, vahid ta'amning jihatdagi ekan. Lan nasbira ala ta'amu wahid degan bo'ldi. Endi va iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amu wahid degan bu jumlaning umumsiz kelsak, lan nasbira ala ta'amu wahid degan jumla la mahalla. Jumla grammatik qo'ni yo'q, javobi nida. Nidaning javobi qasindaning ya Musa degan nidalik cümlenin cevabı oldu. Endi ya Musa degan nidalik cümle ve onun cevabı olan lan nasbira ala ta'amu wahid degan cümle. Ya Musa lan nasbira ala ta'amu wahid degan cümle fi mahalli nasbi maqru qawl. Ina qultumning cümleden kelgan maf'ulun bih bo'lib urunjati tushuntirishlar kelgan. Endi qultum ma'a maqlu qawl. Yani qultum o'zing maqlu qawldan birga qo'shilib yine qultum ya Musa lan nasbira ala ta'am wahid umumisi qo'shilib fi mahalli jar muzafin ilay. İzning uning muzaf deyish bilan urunjatiga kirishib kelgan. Yine muzaf ilay mahallan majrur deb qaraymiz. Fad'u lana rabbak yukhrij lana. Fad'u lana rabbak da yani biz bir xil tamoqqa yemekka sabr qilmaymiz. Şunlaşqa biz üçün bizning jihatimizdan Rabbinga duo qilsan, bizning jihatimizdan Rabbingdan so'san. Şunlaşqa deb belki faga şunlaşqa deb tarjima qildik. Fa nimish qadinsiz li robitil musabbab bis sabab.
Yani sebep bilen musebbepni bağlap gitkan fe bu. Fe rabit. Nimeye bağlayacağız? Sebepni musebbepke bağlap geliyor. Yani bir yerde aşı ulanın sabri kılanmaslığı şu dua kılışının sebebi şu. Ne oldu? Dua sabr kılanmaslık sebep. Sabr kılanmaslık sebep, dua kılış musebbep buldu. Şu musebbep ne sebepke? Çünkü sabr kılanmaganlık nemenin sebebi? Dua kılışının sebebi. Şunlaşka, şunun için, şu cihetten de tercüme kılımız. Udu'u fil emri buyruk bil, ama şu harfi illetinin taşınışıga mebni olan harf. Yani bir ki udu'unun ahirda u taşlangan. Çünkü da'a yad'u olan iken fil emri 5 birine çıktım dep ötkünümüzde şu ahir harfi illetinin taşınışıga mebni oludu, ya ki nunul i'rabının taşınışıga mebni oludu, ya ki sukunga mebni oludu, ya ki fethaga mebni oludu deymiz. Şu an bir yerde u'nun taşınışı. Harfi illet olan u'nun taşlanganlığı mebni. Fail yuşun küçük almış, takdiri onun ente. Lena cari mecur udunun mefulun leh. Sebep maksat doldurgucusu. Lam yani illet manisi parlayıp kegen. Rabbek Rabbimize kap muzafillay olup Rabbek udu degen pilinin mefulun bih. Şuna biz üçün Rabbinge dua kılacak Rabbinden su. Yukhric lana. Hem de yukhric lana bu yada yukhric pil muzari meczum. Pil muzari. Çünkü nimişka yukhrijni pil muzari deysiz dese, çünkü bu harf muzari olan tö tarafından birisi olan ya bilen başlanıp geldi. Hem de meczum cezm okuldu. Nimişka cezm okuldu. Bunun da 5'te adatul cezmi yok ku. Adatul cezmi 5'ti. Mesela lem, lemma, lamul emri, laun nahyi ingoğşaş bunda bir cezm okutukçu vasıtalar bu musun? Cezm okulup kattı olsa cevabı talep. Udu'u degen talabning javobi bo'lganlik uchun shu jazm qildi. Udu degan talab. Yine bu talabni ifodalab turdi. Udu degan talab so'sang degan bir xil talab. Mushuning javobi bo'lganlik uchun jazm qildi. Yoki buning jazm qilishi ashari badab qaralgan lamul emri orqali jazm qildiki li yukhrij. Duo qilgin u Rabbing bizga chiqirib bersin degan bo'ladi. Fa'il shuni kichkalmash huwa bo'lib Alloh qaytdi. Lana şu bayamki birinci lanaga o'xshashdan sabab maqsad to'ldiruvchi bo'ladi. Andada va iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak yukhrij lana degan bu jumlada yukhrij udu degan talabning javobi bo'lib jazm qildi. Javob jumla bo'ldi. Udu'u desa bu şu lan nasbira degan cümlenin cümle sebebiyesi oldu. Sebep cümle oldu. O cümle şu lan nasbira degan cümlenin cümle sebebiye dediğimiz yani sabr kılınmaslık sebep dua kılış musebbep yani sebep musebbeplik münasebet olan geldi dep qaraymiz. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها desek belki yukhrijning maf'ulun bih taşlangan. Yukhrij lana mimma tunbitul ardi yukhrijning maf'ulun bih taşlangan ama takdiri şey'en bo'lishi mumkin. Yukhrij lana şey'en mimma tunbitu yoki ma'kulan yukhrij lana ma'kulan mimma tunbitu deb bu mush yukhrijning maf'ulun bih taşlangan. Bunu şeyen ya ma'kulan takdir kılınsa buludu dep qarladı İmam Sıbeyning göz qarashida. Ve mimma uçaqda endi bunda bo'lgan vaqtida mimma nim buldusa mimma uçaqda yukhrij lana şeyen yoki yukhrij lana ma'kulan mimma tunbitul arzon ki mimma nim buludusa taşlangan maf'ulun bihning sifati bo'ladi uçaqda. Yani yukhrij lana şeyen yoki ma'kulan kainen mimma tunbitul arzu. İmam Süveyni'nin göz qarışı oldu. Yani zemin ündüp durduğan narsalardan hasıl bo'lgan şey ilanı bizga chiqirib bergin degan bo'ladi.
Bu şeyen şu mef'ulun bih taşlanğanı. Endi ama İmam Ahbashning nazarida mimmadiki min zaid. O yuxrijning mef'ulun bih mahzub emas deb qaraydi. İmam Sivayning ko'z qarashida yuxrijning mef'ulun bih taşlanğan, mimmatun bitul arz taşlanğan mef'ulun bihning sifati deb qaraydi. Ama İmam Ahbash bu nima deb qaraydi desiniz? Mimmadiki min zaid. O yuxrijning mef'ulun bih mahzub emas taşlanmagan. Takdiri yuxrij ma tunbitul ardu. Rabbinge dua qil, Rabbingdan so bizga zimin undirib turgan naslni chiqarib bersin. Yine ziminden chiqqan naslni bizga chiqarib bersin degan bo'ladi. Chunki Imom Sivay u minning ziyoda bo'lishni bir narsani shart qilmaydi. Ammo Imom Ahbash, Imom Sivayning ko'z qarashida uning zoid bo'lishi uchun ba'zi shartlar kiradi. Amna yuxrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qisaiha diki ve mimma amda mimma diki ma'ning amda biz bayam to'xtalganimiz mimma diki min de to'xtaldik. Amda ma da to'xtalamiz. Mimma diki ma bu ma mavsul bo'lishimi durust. Mimma diki ma nakir mavsub. Yani şeyun ma'nisi bilan kelgan ma bo'lishimi ham durust. Ikkilasi durust bo'ladi. Endi agar ma'ni mavsul degan vaqtimizda mimmarga ma'ni ism mavsul degan vaqtimizda tunbitul ardu min baqlaha ma degan ism mavsulning silasi bo'ladi, ularning jumlasi bo'ladi. O çağda ism mavsuldan ism mavsul qaytgan zamir tashlangan mimma tunbituhu al ardu min baqliha degan bo'ldi. Yani maksat yuxrij lana şey'en ay ma'kulan min allazi tunbituhul ardu degan bo'ldi İmam Sivayning ko'z qarashida. Çünkü ism mavsul dedik. Uni allazini ism mavsul deymiz ama minni zaid demagan İmam Sivay. Hamda İmam Ahbashning ko'z qarashini aytganda yuxrij lana allazi tunbituhul arz. Ama ikkilasining ko'z qarashida allazi ism mavsul bo'lsa bo'lardi. Ya'ni zimin chiqib beradigan narsani chiqarib bersin bizga bir narsaniki undirdi, o narsani zimin undirdi deb tunbitudiki zimir mahzub deb qaraladi. Allazi ma'ni ism mavsul desak tunbitul azm min baqahani nima deymiz? Uning silisi deb qaraymiz. O chaqda tunbitul arz ma'ning nimasi bo'ldi? Silisi bo'ldi. İkinci xil qarash ma tunbitul mimma tunbitul mimmadagi ma'ning nakir mavsub bo'lishimi durust. Sifatlangan nakir ism bo'lishi, shay ma'nosida bo'lishi. O chaqda yuxrij lana shay'an yoki yuxrij lana ma'kulan min shay'in tunbitul arzu degan bo'ldi. Ya'ni bizga zimin undirib beradigan narsalardan hasıl bo'lgan bir şeylarni chiqarib bersin degan bo'ldi. O chaqda tunbitul arz shay'inning sifati. Yoki İmam Sivayning ko'z qarashi bo'yicha aytgani yuxrij lana shay'an tunbitul arz bo'ldi. O chunki min zaid degandagi shay'an mimmariki ma'ni shay ma'nosida zimin undirib bergan narsani bizga chiqarib bersin degan bo'ldi. Ya'ni ikkilasining ko'z qarashida nima bo'lsa ma'ni biz nima desak ma'ni ism mavsul desak tunbitul arz sifatu ma'ning sifati bo'ldi. Agar biz ma'ni uning sifati demasdan nima desak ma'ni shay'un ma'nosida kelgan ma'ni shay'un ma'nosida kelgan nakir ism deb qaralgan vaqtda tunbitul arz ma'ning sifati bo'ladi, silasi bo'lmaydi. Ama ism mavsul degan vaqtimizda silasi bo'ladi, sifati degan vaqtimizda nima degan vaqtimizda ism mavsul emas shay ma'nosida kelgan desa o chaqda tunbitul sifat bo'ladi. Endi mimma tunbitul arz min baqliha deki min baqliha da to'xtalamiz. Min baqliha da ikki yo'l durust. Biri min baqliha mimma tunbitul arz deki mimmadan badal bo'lishi durust. O chaqda biz duo qilgan o Rabbim bizga zimin undiradigan ko'ktalarni chiqarib bersin degan bo'ldi. Min baqlahani mimmadan badal desak, badal mubaddalni uni qilib tarjima qilsak, zimin undiradigan ko'ktalarni, somsaqlarni, piyozlarni, mushlar tarxamaklarni bizga chiqarib bersin degan bo'ldi. Min baqlahani shu badal qilsak bu ma'nani aytib güzel chiqdi. Ikkinchi yo'l, yo'q bu undan badal emas,
bu taşlangan tunbituhu'da şu ism mevsul qaytitgan mef'ulun bihi tutgan bir zamir taşlandı ki tunbituhu'daki hu'dan hal. Yani şu mağı qaytıdığan taşlangan zimirden halet. Yani tunbituhu'daki hu zamir yine mi qaytitti? Yine mağı qaytitti. Mimarike mağı qaytitti. Bunu ondan halet deyimiz uçadı ondan bedelemez hal desek mi buldu? Ve kisaiha ve pumuha ve adasiha ve besaliha bakliha meyli bedel olsun mu şunun etbe meyli o anından halet olsun mu şunun o etbe. Yani halet olganda sen bizge zimin ündürüp birdiğen o ziminin kök tatlarıdın, terhemeklerinden, piyas samsaklarından boğan halet ki nasilerini bizge çıkırıp bergin diyen buludu. Umum cümle qarasak ve iz qultum ya Musa len nasbir ala ta'am wahid fa'du lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul arz min baqliha ve qissaiha ve pumaha ve adasiha ve basaliha da biz bir de tunbitul arz degan bu cümle ma degan ism mavsulning silisi yoki ma degan shay'un ma'nosida kelgan so'zning sifati dedik. Ma nakiratun mavsufa deymiz. Ma nakira mavsufa. Bu sifatni tutgan nakir ma bo'lib, mana buning sifati deymiz tunbitlarni yoki ma'ni ism mavsulasi uning silisi deymiz. İkinci cümlemiz yuhrij. Yuhrij lanadik yuhrij bu ud'u degan talabning javobi. Ud'u desa lan nasbira degan cümleningki shu natijasi musabbabi bo'lib kelgan. Endi lan nasbira nidaning nimasi bo'ladi? Cevabı ya Musa degan nidaning cevabı. Ama nida ya Musa lan nasbira ala ta'am wahid hemimiz qulishilib qultumning maqul qavli. Cümlenin kelgan maqul qawl qultum hemimiz qo'shilib fi mahalli jar bi izafati iz. Izning muzaf bilishi bilan urunjati kirib qo'shilib kelgan. Izning muzafin diye. Ama iz bilan hemimiz qo'shilib ashu maqulun bi qatba. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Musa Aleyhisselam dedi, sizler en yaxshi bo'lgan narsani en tuvan bo'lgan narsaga almashtirishni talab qilyapsizlar. Unda qilmanglar. Qala fil mazi fa'il yushin kichik almash, zamiri mustatir yushin kichik almash huwa bo'lib, o Musa Aleyhisselam qaytadi. Bununda sal nimalarmi bo'lgan? Bazı başka karışımı var. Bu zimirini Musa Aleyhisselam'ın kayıtlı güçlerimi var. Allah Subhanahu ve Teala kayıtlı güçlerimi var. Musa Aleyhisselam'ın kayıtlı. Bir yer ki etestabiluna dedi ki Hamzatul istifham el-inkari. Bir yerde silah yaxşısını ay tüvenge almıştıramızla depekınla diyen gepemez bir yerde. Unda qilmanglar deb istifham almashtirishni talab qilganligini inkor qilish. İstifhamning inkori deymiz shuni buni. Tastabbiluna chu fil muzari marfu. Boshqa ishlab kelgan fil muzari alomati rafi subutun nunning biqib kelganligi fa'il ash vovul jamoa. Allazi degan ism mavsul mushu tastabbiluning maf'ulun bihi bo'lib urunjati tushuntirib ishlab kelgan maf'ulun bi va zimir munfasil mustaqil qo'ng'iz kichik almashulib shu mubtada adna uning xabari bo'lib va adna degan allazi degan ism mavsulninki silisi. Endi adna bu yerda xabar bo'lgandan keyin marfu alomat rafi nimarisi alomat rafi alif ustida badab qaralgan damma. Billazi huwa khayr desa billazidagi ba huruful jar allazi degan ism mavsul uning majruri bo'lib bu billazi tastabdiluning maf'ulun bi g'ayrisi shunga mutaalliq huwa khayr xuddi huwa adna o'xshash shu allazi degan ism mavsulning silisi. Ism mavsulning silisining jumla grammatikal qoni yo'q. Endi qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khayriki huwa khayr degan jumla shu ikkinchi allazi degan allazining ism mavsulning silisi bo'ldi. Huwa adna degan şu birinci allazi degan ism mavsulning silisi oldu. Olanma cümlesi oldu. Tastabdiluna ahirkicha qo'shilib bu qalining jumladan kelgan maf'ulun bi.
bulup maqul qavlunub urinjati tushuntirishlar keldi. Amma qala nim buludunda da qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Ya beşte harfet yokken bu nim buludusak bu cümle istinafiye bayaniye buludu. Yani bir sualı mukadderinin cevabı. Çünkü bu mesela istinaf iki bölünür. Cümle istinaf bayaniye, cümle istinafiye, istinaf ihtidaiye. Cümle istinaf ihtidaiye olsa o müstakil cümle olabilir. Ben gördüm bayaniye diyen gap çokum bir sualı mukadderinin şu bayanı olap geliyordu. Yani maza qala lahum ular Musa aleyhisselamga biz bir xil yemeklikka chidab bo'lmaymiz. Rabbingdan bizga mushundoq narsalarni chiqarib berishni Rabbingdan so'sang dedi. Degan lekin Musa aleyhisselam atastabdilan qala atastabdilan degan lekin unda mushunda Bani İsrail Musa aleyhisselamga mushu talabni qo'yganda Musa aleyhisselam ularga nima dedi? Maza qala lahum Musa aleyhisselam ularga nima dedi? Musa aleyhisselam ularga en yaxşısını en naçarga almashtiramizlar dedi degan ma'noni ifodalaydi. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu bu fil amri. Yine nunning tashlanishiga mabni asli bu şu tahbitunadin ilingan amri bo'lg'achqa shu nunil i'robning tashlanganligiga mabni bo'lgan buyruq bil. Yani inzilu ma'nosi bilan tushinglar degan ma'noda. Vav biyada misran mushu vav ihbitunun ki faili vav buludu. Misran mushu ihbitunun maf'ulun bih mansub. Anda misra da meklodo, misran da meklodo. Yani ki misran maf'ulun bih. Cümle anda mushu ihbitu misran degan cümle taşlangan kulna degan taşlangan kulnaning cümlenin kelgan maf'ulun bih. Maqul qawl taşlangan. Allah deydi ki biz ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum dedik. Yani biz sizlarmiz shaharga kiringlar, shaharga tushinglar, sizlar uchun shaharda so'g'an narsa bor dedik degan bo'ldi. Qullarning tashlangan qullarning. Fa inna sizlar Misrga kiringlar. Sizlar so'g'an narsa shu Misr shaharida bo'lganligi uchun sizlar so'g'an narsa shaharda bo'lganligi uchun sizlar shaharga kiringlar degan bo'ldi. Pa ta'liliya bo'ldi. Yani fa inna lakum ma sa'altum degan fa ikki xil qarashdan. Pa ta'liliya desak, o chog'da ma'na sizlar so'g'an narsa sizlarning talabinglar shaharda bo'lganligi uchun sizlar shaharga kiringlar degan bo'ldi. Yoki bu pa ta'liliya emas, pa rabita li javobi shart muqaddam. Badab qaratgan bir shartning javobini bog'lab kelguchi. Ya'ni fa inna lakum ma sa'altum badab qaralgan ashyoda badab qaratgan bir muqaddar bo'lgan shartning javobi bo'ladi. Inna lakum ma sa'altum fa shuning o'rnini bog'lab kelgan bo'ladi. Ya'ni o'chada agar sizlar shaharga kiringlar, agar sizlar tahbitu misra agar sizlar shaharga kirsanglar sizlar so'g'an narsadagi shaharda bor degan bo'ldi. Endi inna paynariki inna har mushabba bil fil lakum jar majrur tashlangan mutaalliq bilan qo'shilib mushu nimaninki innaning ilgari kelgan shu xabar bo'ladi. Mahallan marfu desak marfu desak bo'ladi. Ammo ma ismi mavsul yoki fi mahal nasbi innaning kin kelgan ismisi bo'ladi. Ma degan ism mavsulmaning ismi innaning ismisi sa'altum fil mazi sukun mabni tum uning fa'il bo'lib sa'altum ma degan ism mavsulning silasi ism mavsulning silasidan ism mavsuli qaytgan bir zimir bo'lish kerakdi. Bu yerda ism mavsul qaytgan zimir tashlangan. Yani sa'altumuhu deymiz. Mana bu shu anda da sa'altum ma degan ism mavsulning silasi bo'lib bu ma sa'altum inninki ism bilik oldu. İhbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Endi bir yere sa'altum degan cümle ma degan ism mavsulning silasi oldu. İsm mavsulning silasining cümle grammatik konu yok. Inna lakum ma sa'altum bu cümle ta'liliye dedik.
bayan deganimizdek yoki o shart muqaddarning javobi bo'ldi in tahbitu fa inna lakum ma sa'altum degan ma'noda. Agar sizlar ashaga kirsanglar, sizlar uchun so'g'an narsa degan bo'ldi. Endi ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum degan umumiy jumla bu yerda qulna degan badab qaralgan shu taqdir qilingan qavl qulnaninki maqul qavli urunjati tushungislab kelgan maf'ulun bih deb qaraladi. Ammo ihbitu yoki qulna degan taqdir qilingan qulnaning jumlaga maf'ul desak bo'ldi yoki bu bir shu shart muqaddarning javobi desak bo'ldi ihbituni. Masalan, in kana haza hammukum fahbitu. Agar sizning maqsading mushu sizning maqsadingiz bo'lsa, mushunda ashunda zamin undirib turgan narsalarni almashtirish bu sizning butun g'aminglar, maqsadingiz mushu bo'lsa, sharikinglar degan bo'ldi fahbitu. Bu joyda fahmi ham taqdir qilinadi. Wa duribat alayhimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Endi ularga zilla, xorliq vel maskana muhtojlik ularga tushirildi, ularga chaplashtirildi, ularni uraldi, butun xorliq, muhtojlik ularni urdi. Duriba degan asli bunda chidirtganni ko'rsatib turgan pilchu. Shuni bu va ba'u bi ghadabin min Allah va Allohdan g'azab qilingan holatda qaytini Allah'ın g'azabiga loyiq bo'ldilar degan bo'ldi. Balki o istinafiya. Ya'ni mustaqil bir cümlenin başlanganligini bildiradigan vav yoki vav hurufi atba. Duribat alayhimuz zillatu vel maskana ve ba'u bi ghadabin min Allah ma'tub ve iz qultum ya Musa deki ve iz qultum deki qultum ve iz qultum Aşu ma'atufun alay ve iz qultum ma'atufun alay. Şuna bu yukarıdaki ve iz qultumdaki cümlege vovlan ve iz qultumda vovlan başlangan cümlege etpe izni tekrarlamasın. Biduni iadeti izleydi. İzni tekrarlap keltirmesini şunun etpe. İz kelgen bolsa ve iz duribet aleyhim zilla kelgen bolsa şartsiz şunun nima deydi? Alaqa etpe deydi. İz kamisimi iz tekrarlanmay kelgen Aşu iz qultum atba deb qarasın. Yani uçaqdan nima chiqdi? Ey Bani İsrail sizlar ularga ashunaq zillat, yana bir xorliq va muhtojlikning ularga tushirilganligini, ularning Allohning g'azabiga loyiq bo'lgan vaqtini qanday qilsizlar aslanglar degan ma'no chiqadi. Endi duriba o'tgan zaman fili bo'lib majul daraja qurilgan ju'ilat yani xorliq, muhtojlik ular uchun qilindi deb ju'ilat ma'nosi bilan kelgan bo'ladi. Ta duribatga ayollikni ifodalab bergan. Yine mush filning fa'ilining ayollik jins turidagi ism ekanligini bildirish uchun kelgan. Ta shuni ta'nisning ta'si deymiz. Alayhim jar majrur duribaga aloqador shuni maf'ulun bi g'ayri zilla shu naib fa'il. Zill naib fa'il. Al maskana zillaga atba ve ba'u bi ghadabin min Allah'daki Ba'u bi ghadabin min Allah duribat alayhimuz zillatu vel maskanu degan cümlege at buludu. Endi bi ghadabin deki ba'ru fijar ghadab majrulup bu ashu ba'unun fa'ildin hal taşlangan mutaalliqlan qo'shilib ba'u bi ghadabin. Yine ular raja'u ay ba'u degan raja'u magduban alayhim min Allah. Ular Allah'tan Allah'tan g'azab qilingan holatda qaytdilar. G'azab loyiq bo'ldi. Min Allah jari majrulup, ash g'azabning sifati. Bi g'azabin qa'ini min Allah. Allohning bo'lgan bir g'azabga bilan qaytdilar degan ma'noda. Endi va duribat alayhimuz zillatu vel maskanatu va ba'u bi g'azabin min Allah desak, buningda ba'u degan cümle bu duribat alayhimuz zillatu degan cümlege atbidiq. Duribat alayhimuz zillatu degan cümle bunu cümle istinafiya, yine mustaqil cümle dedik çünkü buna va harf istinaf bo'lgan cümle istinafiya bo'ladi. Yine bu qanday cümle istinafiya bayaniya emas, cümle istinaf bu cümle istinaf
İptidaiye hesaplanıdı. Ya ki ve iz qultum ya Musa'daki eşununga etbe dep qaralsın buldu. Zalike bi annahum kanu yakfurun bi ayatillah ve yaqtulun nebiyine bi gayril hak. Ana aşo diyemiz zalike ism işare mebni fi mahalle rabbim mubtada. Urunca başka işlep kelgen şunda sukun mebni olan ism işare. Bu zalike bilen nima işaret kılına doğrusınuz? Darbe zilleti vel meskene ve rucu' bil gazab. Harlık ve muhtajlıkның ular üçün ularga kılınganlığı ve gazab bilen qaytqanlığına işaret kılıngan. Yani aşında harlık ve muhtajlık bilen aşında harlık ve muhtajlıkның kılınışı ularga harlık muhtajlıkның kılınışı ve ularның ayında Allah'ın gazabı bilen qaytışı ular Allah'ın ayetlerine kafir bolganlığı sebeplik degan bo'ldi. Zalika mubtada bi annahum degan ismi kanu yakburun bi annahum kanu yakburun hammasi qo'shilib zalikani xabrul mahallan marfu. Endi bi annahum hum zamir muttasil bo'lib anninki urunjati tushuntirib kelgan ismisi kanu deki kana naqis fil vav uning ismisi yakburuna kana xabar bo'lib endi bu jumla kanu yakburuna bi ayatillah degan bu jumla anninki xabar bo'ladi. Endi bi annahum jar majrur bu anning ismi amning anning xabri hammasi qo'shilib ashun nim bo'ldi zalikaninki zalikarga mubdani xabri bo'ldi. Zalikal g'azab mustahiqqun bi sababi kufrihim. Ana ashunda g'azabga loyiq bo'lish, ana ayında xarlıqlarning ularga qilinishi ularning kafir bo'lganlik sabablik haq kuchidir, shunga haq bo'g'uchidir, ularga haq bo'g'uchidir degan bir ma'noda. Ve yaqtuluna an-nabiyina bighayril haqq. Vav hurufi atba yaqtuluna yakfurunaga atba. Nabiyin yaqtuluna ular peygamberlerini öldürgenlik sebeplik. Bigayri hak. Bikadın bikaga. Üzünün kanunu da, üzünün şeriti de, ulanın kanun şeriatları da öldürüşke layık boğmagan tusumu öldürgen ola. Nurgun peygamberlerini bikadın öldürgen. Şuna bu mef'ulun bir alametun nesbi ya nebiniki çünkü bu cemil zekre salim. Bi gayr ba'rufjar gayrı onun mecrulup bu taşlangan muteallak olan koşulup yaktulunun failin hal. Yani yaktuluna nebiyine şu zalimin diken bu. Yani ular o peygamberlerini zalim zulüm kılıp öldürgenlik sebeptin. Yani bidun vecin mu'teberen bir şey fi şeriatim. Şeriatinde bir itibarga alıngan bir yol boğmaztın. O peygamberlerini öldürgenlik sebeplik ola aşık gazabga layık bo'lgan kishilar ola degan bo'ldi. Zalika bi annahum kanu yakfurun bi ayatillah ve yaqtulun nabiyina bi gayri haqqi. Yaqtuluna bu yakfuruna degan jumlaga atf qilingan. Yakfuruna bu yakfuruna ashu ma'tuf bilan qo'shilib kanninki xabar bo'lib o'rinjati tushuntirishlar keldi. Kana xabar zabr o'qitgan bo'g'achqa. Kana yakfurun bu in anning xabar olup urunjati başka işlep kelgan bo'ldi. Endi zalika bi annahum kanu ço'disa zalika bi annahum kanu bu cümle istinab bayaniye. Yani şu bir taşlangan sual muqaddarınki cevabı badab qarlatgan so'l. Mesela limada duribat alayhimuz zillatu vel maskanatu ve ba'u bi ghadabin min Allah. Ular nima uchun xorlik ve muhtojlik qilindi? Ular nima uchun Allohning g'azabi bilan qaytdi? Ularning ana ashunda g'azab bilan qaytishi, ularning ashunda ularga endi xorlikning qilinishi, ular Allohning aylik kafir bo'lganligi sababli payg'ambarlarni nahaq o'ldirganligi sababli degan bo'ldi.
Zalike bima asav ve kanu ya'tadun. Yine aşu azapның ulağa gazap ulağının ayda gazapga layık buluşu azapның ulağa aşın harlıqның muhtajlıqның ulağa ular üçün qılınışı ular asi bolğanlıq sebeplik. Ular ya'tadun tajavuzcu bolğanlıq sebeplik. Zalike ismi şari mebni yine bu köz ismi olup urunca başka işlep gelgen muhtada olup bu aşı bayamda boğunumuzda şu harlıqның ve muhtajlıqның ulağa qılınışı gazap bilen qaytış degeni gösterip durdu. Endi bima asav ba'rup jar sebep manasını bildirdi. Bima asav deki ma masdariye. Mevsul emas. Masdariye asav fil mazi bu şu ikki uçqaşqanlıq üçün badab qarlatqan alif nusda badab qarlatqan dammiga asasan dammiga mabni. Asav asa ya'si olganikin asa yu ya harekete gidip yani hareketi taşlangan şunu ona vo'lan yani oturuş kıskın yokuş ya taşlangan asa qap qalgan. Wa fa'il yani onda bima asav ba harfi jar ma masdariya asav aşu harfi mevsulun silisi oldu hem de ma masdariyanın ki onda onun bir sebebi isyanihim aşu ula asi olganlık sebeplik. Bima asav bu aşu zalike degan muqdani xabar oldu. Kanu asavga ve kanu ya'tadun asavga atba. Ve ula müşahadedin aşıqanlık sebeplik. Onda da zalike bima asav ve kanu ya'tadun degan cümledeki ya'tadun kanının xabar bolğanlığı asasen tushuntirishlar kelgan cümle. Kanu ya'tadun bu asav degan cümlege atbi qilinib kelgan cümle. Aşunaqa at bo'ldi. Endi asav bu madin ibaret harfi mevsulning silasi. Yine may masdariyani demakchi. Mevsul harfi mevsul desa may masdariya maqsad qilinadi. Ism mevsul desa shu allazi allati manas qilgan ma maqsad qilinadi. Endi zalika bima asav nim bo'ladi. Buni bayan biz nima dedik? Zalik bima asavning biz bayan gapini qilmadik. Anda da zalike bima asav zalike bi annahu bima asav degan cümle zalike bi annahum kanu degan a5ki zalike din bedel oldu. Ya da zalike bi annahum kanu yakfurun bi ayatillah ve yaqtulun an-nabiyyin bi ghayril haqqin ma ahirki zalike bima asav ve kanu ya'tun degan cümle bedel. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.